Ehsonning mukofoti ehsondir. Hikoya. Muallif Xayrulloh Kamolxon. Men hozirda bir korxonada ishlayman. Uyim ish joyimdan atigi 6 kilometr uzoqlikda joylashgan. Har kuni skuterdan foydalangan holda shu yo'lda borib kelaman. Skuterimga qanday qilib ega bo'lganim haqida gapirib berishni istayman. Roppa-rosa 3 yil avval men bir ishlab chiqarish korxonasiga ishga kirdim. Ish juda og'ir edi. Mashinalarga og'ir yuklarni yuklashimiz kerak edi. Ish soati ham juda uzoq. Kuniga 12 soat. Avvaliga bunday joyda ishlashni o'rganish unchalik qiyin bo'lmagan edi. Lekin birinchi oyda olingan maoshni qo'limga olganimda ko'zlarimdan yosh to'kildi. Boshliq oylikni baland qilib aytgan edi. Ammo menga berilgan maosh uning 3dan 2 qismini tashkil qilar edi. Jahlim chiqdi. Lekin shu vaqtda ishni tark etish uchun boshqa ish topishim kerakligini angladim. Shunday qilib vaqtincha ishlashga qaror qildim. Vaqt o'tgan sari boshqa ishchilar ham shunday norozi bo'lib ishni tashlab ketishdi. O'sha paytlarda korxonaga yangi bir yigit keldi. Yigitcha juda mehnatkash, tirishqoq edi. Uni ko'rgan odamlar esa bularning hammasi qiyinchilik, bir kuni senga haykal qo'yadi deb hazillashardi. Lekin u bularni barchasiga parvo qilmasdi. Keyinchalik bilsam, u ishxonaga juda uzoq joydan yayov kelar ekan. O'z oilaviy ahvoli og'ir, yo'lkira qilish uchun ham puli yo'q. Bir kuni xayolimdan bir fikr o'tdi. Har maosh olganimda ehson uchun pulni 40dan birini ajratib, bir qutiga saqlab qo'yardim. Bir necha oy davomida shu tarzda pul yig'ib, bir kun ochib qarasam, 70 ming so'm to'plangani ko'rindi. Bu pulni yangi kelgan mehnatkash bolaga berishga qaror qildim. Chunki u bunga munosib edi. Bir kun kechki smenaga borayotganimda uni sekin chaqirib, chekkada qo'liga pul berdim. Birinchi oylik maoshni olguncha yo'lkira qilib turarsan, dedim. U xursand bo'lib ketdi. 2 oy o'tib, u joydan ishni tark etib, boshqa bir ishga kirdi. U yerda pul to'plab, velosiped olib, yana bir ish sifatida Yandex ovqat yetkazib berishga ham kirishdi. Endi daromadim 2 joydan kela boshladi. Ammo velosipedda ovqat tashish ham oson emas ekan. Oyoqlarim pedalni aylantiraverib charchab ketardi. Shunday paytlarda skuter yoki samokatda ovqat tashiyotganlarni ko'rib havasim kelardi. Ammo daromadim o'zim va oilamdan ortmagan edi. Nasiya uzoq muddatli to'lovga skuter olishni o'ylab yurardim. Bir kuni ishxonamda ishchilar soni qisqara boshladi va men ishdan ketib faqat ovqat tashish bilan tirikchilik qiladigan bo'ldim. Kuz kelib, kunlar sovib, yomg'ir mavsumi boshlandi. Otam esa, "Bolam, endi biror panaroq joyda ishlayver. Qishda qiynalib qolmasang bo'ldi", dedi. Avvaliga xohlamagan edim, chunki ovqat tashish ishida tepamda xo'jayin yo'q. O'zim mustaqil ishlashga o'rganib qolgan edim. Ammo otamning so'zlariga ko'ra, men yana bir bor o'ylab, Korzinka supermarketlar tarmog'iga ishga joylashdim. Avvaliga do'konda savdo xodimi bo'lishni xohlagandim. Ammo ishga oluvchi menejer faqat kechki smenada yuk tashuvchi bo'lib ishlashni taklif qildi. Nima qildim? Ishsiz yurganimdan ko'ra shu ishni qabul qilishga rozi bo'ldim. Ishdagilar esa shu ishni boshlasam, vaqt o'tishi bilan o'zimni yaxshi ko'rsatsam, boshqa lavozimlarga ham ko'tarilishim mumkinligini aytishdi. Bu fikrni o'ylab astoydil ishlay boshladim. Bir oy ichida ish jadvalimni tuzdim. Kunduzi tushlik vaqtigacha ovqat tashib, keyin 2 soat dam olib kechki smenaga ketardim. Shu tarzda birinchi oylik maoshimni olgunimga qadar
moliyaviy qiyinchiliklarsiz kunlar o'ta boshladi. Shunda yana bir marta velosipedda borib kelishimning qiyinligini his qilardim. Oyoqlarim charchab, kechasi uyga qaytganda juda og'riq bilan yetib kelardim. Shunday paytlarda skuter olishni xohladim. Biroq hali kerakli pulni to'plamagan edim. Do'konimizda bir yosh yigit, Iskandar ismli bir bola bor edi. U o'zi o'z biznesiga ega, ammo shu yerda ishlayotgan edi. Shunchaki kibrni sindirish uchun. Bir kuni u mendan Yandexda ovqat tashib qiynalmayapsizmi deb so'radi. Men esa hammasi yaxshi, faqat shu ishga kelib ketish uchun bir ulov bo'lsa yaxshi bo'lardi dedim. U so'radi: "Nima ulov kerak? Mashina kerakmi?" Men: "Yo'q, faqat skuter bo'lsa yaxshi" dedim. Iskandar esa: "Aka, sizda qancha pul bor?" deb so'radi. Men: "Hozir naqd pulim yo'q, lekin oylikda nasiyaga to'lash sharti bilan skuter olishni istardim" dedim. Iskandar biroz o'ylab: "Aka, yakshanba kuni bir joyga boraylik, akaxonim sizga yordam beradi" dedi. Biz yakshanba kuni mashina bozoriga borishga kelishdik. Yakshanba kuni men aytilgan joyga bordim. Ammo Iskandarning kelishi cho'zilib ketdi. Shunda skuter sotuvchisi oldida narxlarni so'rab turdim. Ichimda ishonchli bo'lsa, oylik to'lovlari qimmat bo'lmasin deb o'yladim. Chunki o'sha vaqtda ayolim homilador edi. O'g'limni kutayotgan edik. Shu payt kimdir ismimni aytib chaqirdi. Qarasam, Iskandar chiroyli bir skuter bilan oldimda turibdi. U menga yelkamdan qattiq ushlab: "Aka, men sizga aytganimdek, bu yil kimdir ehson qilishni niyat qilgan ekanlar. Siz haqingizda gapirib berdim. Darrov shu ulovni berishdi" dedi. Qo'limga skuterni tutqazdi va kimligi sir bo'lib qolishini, shunchaki duo qilishingizni so'radi. O'zimni yo'qotib qo'ydim. Nima deyishimni bilmay qoldim. Nahotki orzu qilib yurgan narsam menga shunday sovg'a bo'lib keldi. Tilim aylanmay qoldi. Shundagina Iskandarni qattiq quchoqlab oldim. Shundan so'ng Iskandar cho'ntagidan $100 pulni olib: "Aka, bu sizga. Bozorda ro'zg'or qiladigan narsalar olib, oilangiz bilan ziyofat qilishga yordam bering. Duo qiling" dedi. Ishongim kelmasdi, ko'zlarimga ishonmasdim. Yandexda ish qiyin, pul unchalik ko'p emas edi. Ammo Alloh meni yo'q joydan yordam berdi. Alhamdulillah. Shu tariqa men endi skuterdan foydalanib, ishga charchamagan holda kelib ketaman. Ovqat buyurtmalarini ham tezda yetkazaman. O'sha korxonada ishlagan paytimda qiynalgan yigitga yo'lkira qilarsan deb bergan ehsonim bugun o'zimga skuter bo'lib qaytdi.